Biz siz bilan Nigora olma sirkasini tayyorlash jarayonini ko'rib chiqamiz. Birinchi, olmalar saralanadi. Faqat yangi, shirin va sog'lom olmalar tanlab olinadi. Ikkinchi, yuviladi va maydalanadi. Toza suvda yuvilib, maydalagich orqali eziladi. Uchinchi, fermentatsiya qilinadi. Maydalangan olmalar tabiiy fermentatsiyaga qo'yiladi. 25-30 kun davomida achiydi. To'rtinchi, olma sirkasi filtrlab suzilib begona moddalardan tozalanadi. Beshinchi, steril idishlarga, shishalarga quyiladi. Oltinchi, tayyor mahsulot nazoratdan o'tadi, etiketga yopishtiriladi va upakovka qilinadi. Bu sog'liq manbai bo'lgan mahsulotimiz 6%li. Nigora olma sirkasi sertifikatga ega va sotuvga tayyor. Olma sirkasi organizm uchun juda foydali.